obunachilarimiz. Bugun 2-may, 22-aprel kuni ishni boshlagan edik. Benazir MCT Bakery'ni ko'rinishi, hozirgi holati ishlar tugatdik. Ya'ni fasad ko'rinishi, tashqi ko'rinish, keyingi qismda biz bayram tortlari, ya'ni to'y, marosimlar, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlar uchun yozgi sezonda savdoni oshirishimiz kerak degan g'oyani oldinga surganmiz va ko'rishingiz mumkin bayramingizning shirin qismi to'y va marosimlar uchun buyurtma qabul qilamiz. Aqlli bekatni ichida astanovkani ichiga ham shuni urg'uni berdik. Kirgan mijozlar o'tirganda sovg'a uchun, ya'ni bayram tadbirlari uchun tortlar olishligiga urg'u berganmiz, ya'ni mijozni miyasiga singdirish uchun. Ko'rishingiz mumkin. Endi ichkariga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bag'iga ham, yonboshga ham logotip qo'ydik. Ichkariga kirganda ham muhitni o'zgartirdik. Ko'rishingiz mana mumkin. Bayramingizning shirin qismi. Mavzularni ham o'zimiz topib berdik. Va yonbosh qismi. Betga ham logotip urg'usini berdik. Bu tomonga qo'ymagan sababi elektr jihozlari bor edi, konditsioner, shitlar borligi uchun bag'iga reklama yozmadi, faqat bo'yadik, kraskaga bo'yadik. Tom qismini ham, ya'ni peshona qismini kraskaga bo'yadik, qora kraskaga. O'zi mokriy bilan korishniy rang edi. Brendga mosladik, brend imajiga e'tibor berishga harakat qildik. Ichkariga kiramiz endi. Bitta ikkita xolodilnik bor edi, bitta xolodilnikni oldik, ikkitasini qoldirdik. Yozgi sezon bo'lganligi uchun suvlari, sodasi bo'lishi kerak va mana bu yerda xolodilnikni qo'yganimiz hisobiga yopishimiz kerak edi. Buni reklama qildirmadik. Arakal reklama qildirsa ham bo'lardi, lekin savdoni ko'tarishimiz kerak. Suv biznesi baribir yaxshi. Shuning uchun bu yerda pustoy qoldirdik. Ba'zi marojnalar qoladi. Ichkariga kiramiz. Kirganimizdagi holat, tashqaridagi mebellarni olib chiqib tashlayapmiz. Bu yerda hozir o'zlarini bor stol-stullarni qo'yib turishibdi, lekin buni ham uchqur rang bilan dumalaqlik stol, keyin stullarni tanlayapmiz. Uni endi sotib olishadi. Hozirgi holatda shu, bugungi holat shunaqa. O'rtada katta mijozlar uchun joy qoldirdik. Xolodilnik zonasiga joylanganida biz ro'paraga oldik va tortlar uchun xolodilnik baho surdik. Bilgan bo'lsalaring, bu yerda ro'parada polka bor edi. O'sha polka mana shu holati. Bu yerga oldik, quruq mahsulotlar qo'ydik. Hozir suvlari bu yerga terilgan, u vaqtinchalik. Umuman o'zgartiriladi, boshqa mebel tayyorlab turib qo'yamiz. Umuman o'zgaradi. Hozirgi holatda bu yerga oldik, ro'paraga tashqarida ikkita xolodilnikni oldik. O'zi planimiz ichkariga edi. Ichkariga xolodilniklar bilan to'ldirish edi. Imkoniyat darajasidan kechirib, ortiqcha pul sarflamaslik uchun vaqtinchalik chetga qo'yildi. Kassa bu yerda qolyapti. Holat shunaqangi. Endi bizni qiladigan ishimiz hozir 14 kunda ichida shu ishlarni qildik, bajardik. Endi bag'iga mijozimizning o'zlarining fikrlarini eshitamiz. Agar yo'q, shu yerda shartnoma to'xtatamiz desa, shu yerda to'xtaymiz. Agar yo'q, davom ettiramiz bundan bag'iga. Bizni shunaqangi tizimli asosda brendni kuchaytirishimiz kerak. Savdoni eng kami 36% biz aytganmiz, lekin undan ko'p qilish imkoniyatlari bor. U oyma-oy, etap-etap bosqichlarda bajariladi. Agar mijozimizga ma'qul kelsa, o'zlarini fikrlarini eshitamiz. Rozi bo'lishsa ishlaymiz, bo'lmasa shu yerda ishimizni yakunlaymiz. Holat shunaqa. 14 kun ichida mana shu holatga keldi. Buni hammasini tepasida bosh-qosh bo'lib turildi. Video jarayonida bizni qilgan ishlarimizni ham qo'yib borishadi, operatorimizga aytamiz. Nima ishlar qildik, bizning rejamiz qanaqa edi? 6 oylik rejamiz bor. Uni bosqich-bosqich ko'rsatib ketamiz, qisqa qilib tushuntirish uchun. Salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar kimda shunaqangi muammolar bo'lsa, yo biznesni rivojlantirish maqsadi bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin yoki izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.
14 kun mobaynida akam bilan ishladik va akamdan so'ramoqchimiz. Aka, 14 kun mobaynida sizga foydamiz qay darajada tegdi? Foydali bo'ldimi, bo'lmadimi? Shuni aytsak, ijozatlar yaxshi bo'lardi. Endi buni bitta misol qilmoqchiman. Xuddiki uxlab yotgan odamni uyg'otgani kabi bo'ldi deb o'ylayapman-da o'zimcha. Hop. Endi aka, bundan keyin 6 oy davomida biz bilan ishlashga tayyormisiz, yo'qmisiz? Shuni bilmoqchimiz. Ya'ni keyingi darajada aka, biz savdoyimizni hozirgi holatda 8 million bo'lsa, biz 16 million qilmoqchimiz. Shunga tayyorligingizni bilsak, keyingi etapda kim boshlaymiz? Albatta, men 100% sizlar bilan ishlashga roziman, tayyorman. E'tiborlaring uchun mana akamdan rozilikni oldik. Hammalarning guvohliklarini asosida kelishuvni boshlayapmiz. Aka, Xudo xolasa barakali va xayrli bo'lsin. Bundan keyingi aka natijalarda sizlar bilan bo'lishib boramiz. Salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.